Kuni bilan tik oyoqdan mehnat qiladigan akalarimiz, opalarimiz uchun kechasini oyoqlari zirqirab og'riydiganlar uchun Grill'dan ana shunday zo'r mahsulotlar, Yaponiya brendidagi maxsus plasterlar. Buni o'zim ham ishlab ko'rganman. Instagram ijtimoiy tarmog'imda ko'p qo'yaman. Maxsus kitobchasi ham bor, podrobno tushuntirilgan, qanday deb qo'yilishi. Ichida 20 shtuk bo'ladi, 10 kunga yetadi. Ko'rsatamiz ichini. Plasterda olasizlar. Uyquga ketmasan, ya'ni yotishdan oldin oyoqlaringizni vanna qilib olasizlar. Vanna qilingan oyoqqa bo'ladi. Oshqozoni og'riydigan odamlar uchun ham bu zo'r mahsulot. Ya'ni oshqozondagi shlaklardan tozalaydi. Oshqozonida muammosi bor odamga уже bilinadi, buni olgandan keyin bu qora bo'lib ketadi. Ishlab ko'rganlar o'zi biladi. Yopishtirib oyoqqa qo'yiladi. Ustidan paypoq kiyib uyquga ketiladi. Ishlab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman.